Yaxshi keldingizmi qizim? Hozir oyijoningiz menga maqtab turuvdilar sizni. Kela qoling. Voy buvijon, yaxshi o'tiribsizmi? Voy bolam, yaxshi, o'zingiz charchamadingizmi? Oyijoningiz hozir maqtab turuvdilar. Oyligingizni oldingizmi kelin poshsha? Voy, Shahodatxon, Bularga qattiq turish kerak-edi. Men olmasam, eri olmasa, nima bilgan bo'qlarni yeb yuradilarmi? Voy oyijon, plastik kartam o'zingizda turadi-ku, pul tushgan, tekshirib ko'ring. O'zi ishxonaga ham yayov ketayotgan bo'lsam. Yayov yurayotgan bo'lsangiz, bu piskiltura. Qoningiz aylanadi. Obedda ham uydan olib ketaman. Uydan olib ketgan bu siz xohlingiz. Mana ko'chanikida har xil narsalar qo'shadi. Ko'chada ovqatdan nima qilasiz? Uydan olib keting. Mana bitta qo'ynida yuribman. Ishxonadagilardan rosa uyalaman. Ular o'zlarining oyligini o'zlariga ishlatib, har xil kiyinib, kafelarga, o'tirishlarga borishadi. Hech kimga qo'shila olmayman, hech qayerga bora olmayman. Ha? Yosh narsaga balo bormi? Kafelada o'tirib, o'rtoqlari bilan. Voy, qaynatan xizmatini qilmaydimi uyda, voy? Ha? Qariganda yuraverasiz bizga o'xshab gapma-gap. Qilganingiz qilasiz. Bizga o'xshab kelin tushirib qo'ying. Bor ishingizni qiling. oldimda qaynana o'tiribdi demaysiz-a? Uyat sizga. Oyligini bosib rejada hozirgi yoshligi ishlatmasak, u bilgan bo'qini yeydi. Biz ham so'ramagan ekanmiz-da. Siz ham kelin bo'lib, menga qachon oyligingizni olib kelib bergansiz? Hech eslolmas ekanman-da. Ha, endi oyijon, endi u paytlar boshqa edi. Siz ham paytida ishlagansiz. Yallo qilib yurgansiz o'rtoqlaringiz bilan. Kech kelib ovqat ham qilmasdingiz. Va kesh uyda janjal bo'lmasin deb na oylik so'ramanman. O'zim ovqat qilman. Payti kelsa o'zim uyni yig'ib qo'ydim. Siz nima o'sha payt menga oyligingizni olib kelib bermagansiz, kelin?